Bugun men juda og'riqli savolga javob beraman. 6 yoshdan keyin odamni davolashmaydimi? Shifoxonaga yotqizishmaydimi? Operatsiya yoki qimmat tekshiruvlarga yuborishmaydimi? Oxirgi paytda ko'pchilikdan shunday shikoyat eshityapman. Yoshim o'tib qoldi, endi foydasi yo'q deyishyapti. Onamni kasalxonaga olishmadi. Otamga tomografiya kerak edi, lekin navbat yo'q deyishdi. Go'yoki ichki buyruq bor emish. Men bu mavzuni juda ochiq, oddiy tilda tushuntiraman. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Uyida 6 yoshdan oshgan ota-onasi, buvisi, bobosi bor odam buni bilishi shart. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzular tarqalmasa, ko'p odam o'z huquqini bilmay jim qoladi. Men bugun sizga vahma emas, aniq yo'l yo'riq beraman. Qachon shifokor haqli, qachon noto'g'ri qiladi, qanday hujjat so'rash kerak, qayerga yozish kerak, nimani telefon orqali emas, yozma ravishda talab qilish kerak. Avval bir narsani aniq aytaman. Odam 6 yoshdan oshgani uchun davolashdan bosh tortish mumkin emas. Yoshning o'zi davolamaslik uchun sabab bo'la olmaydi. Tibbiyotda qaror bemorning pasportdagi yoshga qarab emas, umumiy holati, kasallik og'irligi, tekshiruv natijalari yurak, buyrak, o'pka, qon bosimi, qand miqdori, hushyorligi va xavf darajasiga qarab qabul qilinadi. Lekin amalda muammo nimada? Muammo shundaki, ayrim joylarda keksa bemorlar bilan ishlashga mas'uliyat kamroq bo'lishi mumkin. Ba'zan yoshi katta ekan, organizm ko'tarmaydi. Uyda parvarish qiling. Foydasi bo'lmaydi degan umumiy gaplar bilan odamni qaytarishadi. Bu gaplarning ayrimda tibbiy asos bo'lishi mumkin, ayrimda esa beparvolik, navbatdan qochish, joy yetishmasligi yoki bemor oilasini chalg'itish bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p odam shifokor aytgan gapni yakuniy hukm deb qabul qilardi. Doktor biladi, biz bahslashmaymiz. Kasalxonaga olishmadi, demak iloji yo'q deb uyga qaytardi. Hozir nima o'zgardi? Hozir odamlar ko'proq savol beryapti, telefon orqali yozib olyapti, ariza bilan murojaat qilyapti, ikkinchi shifokor fikrini so'rayapti. Shuning uchun ham ommaviy shikoyatlar ko'paydi. Bu yomon emas, aksincha, jamiyat o'z huquqini tushuna boshlaganini ko'rsatadi. Maxfiy buyruq degan gapga kelsak, men ekspert sifatida buni shunday tushuntiraman. Agar kimdir 6 yoshdan keyin davolamaslik haqida maxfiy buyruq bor desa, bunday gapga darhol ishonib ketmang. Tibbiyotda ichki tartiblar, yo'llanmalar, kvota, klinik protokollar, navbat va ko'rsatmalar bo'lishi mumkin. Lekin hech bir tartib bemorni faqat yoshiga qarab davolashdan mahrum qilmasligi kerak. Agar sizga shunday deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma rad javobini so'rang. Mana shu joyda ko'p narsa oydinlashadi. Endi kim xavotir olish kerak, kim esa vahimaga tushmasligi kerakligini tushuntiraman. Agar 6 yoshdan oshgan odamda oddiy shamollash, yengil qon bosimi ko'tarilishi, bel og'rig'i yoki rejalashtirilgan tekshiruv bo'lsa, shifoxonaga darhol yotqizilmasligi mumkin. Bu har doim ham huquq buzilishi emas. Chunki hamma kasallik ham statsionar davolanishni talab qilmaydi. Ba'zi holatlar poliklinikada, oilaviy shifokor nazoratida, uy sharoitida dori, parhez va kuzatuv bilan davolanadi. Lekin quyidagi belgilar bo'lsa, yoshi nechada bo'lishidan qat'iy nazar jiddiy yondashuv talab qilinadi. Ko'krakda kuchli og'riq, nafas qisishi, hushdan ketish, tana bir tomoni uvishishi yoki ishlamay qolishi, nutq buzilishi, qon bosimi juda yuqori bo'lib tushmasligi, qand juda oshib ketishi, sid kelmay qolishi, kuchli qon ketishi, yiqilib suyak sinish ehtimoli, o'tkir qorin og'rig'i, isitma bilan holsizlik, o'ng chalkashishi. Bunday vaziyatlarda yosh katta uyda yotsin degan yondashuv juda xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, 6-7 yoshli erkak kishi ko'kragida bosuvchi og'riq sezdi. Chap qo'liga tarqaldi, sovuq ter bosdi. Oila oshqozoni og'riyapti deb kutib o'tirmasligi kerak. Bu infarkt belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda tez yordam chaqiriladi, EKG qilinadi, kerak bo'lsa shoshilinch kardiologik yordam ko'rsatiladi. Agar kimdir yoshi katta, operatsiya xavfli desa, bu gapni mutlaq hukm deb qabul qilmaslik kerak. Ha, xavf bor, lekin infarktni davolamaslik xavfi undan ham katta bo'lishi mumkin. Yana bir misol, 72 yoshli ayolning nutqi birdan buzildi, og'zi qiyshaydi. Bir qo'l kuchsizlandi. Bu insult alomati bo'lishi mumkin. Insultda vaqt oltindan ham qimmat. Birinchi soatlar juda muhim. Keksalikdan bo'lsa kerak deb kutish eng katta xato. Agar vaqtida olib borilsa, ba'zida davolash usullari nogironlikni kamaytirishi mumkin. Kech qo'linsa odam yotib qolishi, ovqat yuta olmasligi, gapira olmasligi mumkin. Demak, bu yerda yosh emas,
vaqt va to'g'ri tashxis hal qiluvchi omil. 3-misol. 65 yoshli bemorda qandli diabet bor. Oyog'ida kichik yara paydo bo'ldi. Oila mayda yara deb qaradi. 2 hafta o'tdi, yara qoraydi, hid chiqdi, isitma ko'tarildi. Bunday holatda shifokorga kech borish oyoqni saqlab qolish imkonini kamaytiradi. Diabetda oyoq yarasi oddiy yara emas. Bu qon aylanishi, nervlar shikastlanishi va infeksiya bilan bog'liq murakkab holat. Bemor 60 yoshdan oshgani uchun emas, kasallik og'irlashgani uchun xavf ortadi. 4-misol, 80 yoshli buvi yiqilib tushdi. Son sohasi og'ridi, turib yura olmadi. Ko'p oilalar yoshi katta, suyak bitmaydi. Operatsiya qildirmaymiz deb o'ylaydi. Lekin son suyagi sinishda uzoq yotib qolish o'pka shamollashi, tromb, yara, siydik yo'li infeksiyasi umumiy holsizlikka olib keladi. Ba'zi hollarda operatsiya bemorni yurishga qaytarishi mumkin. Albatta, har bir bemor alohida baholanadi. Lekin takosim yosh bo'ldi. Endi hech narsa qilinmaydi degan fikr noto'g'ri. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar shifokor bu operatsiya hozir shart emas, avval qon bosimini barqaror qilamiz, yurak tekshiruvini o'tkazamiz, narkoz xavfini baholaymiz desa, bu davolashdan bosh tortish emas. Bu ehtiyotkorlik bo'lishi mumkin. Keksalarda bir kasallik kamdan kam yolg'iz keladi. Ko'pincha qon bosimi, qand, yurak yetishmovchiligi, buyrak muammosi, dorilar ko'pligi bir-biriga ta'sir qiladi. Shuning uchun shifokor ba'zan shoshmaymiz, tayyorlaymiz deydi. Bunday gapni eshitsangiz, janjal qilishdan oldin savol bering. Xavf nimada? Qaysi tahlil yomon? Qanday tayyorgarlik kerak? Qachon qayta ko'ramiz? Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Davolab bo'lmaydi. Bilan davolashning foydasi cheklangan degan gap bir xil emas. Ba'zi og'ir onkologik kasalliklarda, juda kech bosqichlarda barcha organlar yetishmovchiligida shifokor radikal davolash foyda bermasligini aytishi mumkin. Bu bemorni tashlab qo'yish degani emas. Bunday vaziyatda og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, ovqatlanish, palliativ yordam, psixologik yordam juda muhim. Inson oxirgi bosqichda ham tibbiy yordamga haqli. Ikkinchi noziklik, shifokor ko'rsatma bo'lmasa, bemor xohlagan tekshiruvni qilmasligi mumkin. Masalan, har bir bosh og'rig'ida kompyuter tomografiya shart emas. Har bir bel og'rig'ida MRT shart emas. Har bir keksa odamga tomir ochish, sistema qo'yish, antibiotik berish ham shart emas. Ba'zan ortiqcha dori zarar qiladi. Shuning uchun men doim aytaman, huquqni talab qilish kerak, lekin tibbiy ko'rsatmani ham tushunish kerak. 3-noziklik, joy yo'q degan gap. Shifoxonada joy bo'lmasligi real muammo bo'lishi mumkin. Lekin shoshilinch holatda bemorga yo'l ko'rsatilishi, boshqa muassasaga yo'naltirilishi, tez yordam orqali kerakli joyga yetkazilishi kerak. Joy yo'q, olib keting degan gap yetarli emas. Siz so'rashingiz kerak. Qaysi shifoxonada joy bor? Yo'llanma berasizmi? Rad javobini yozma berasizmi? Tez yordam bilan boshqa joyga yuborasizmi? Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-noziklik, og'zaki rad javobi. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar og'zaki gapga ishonib uyga ketadi. Keyin shikoyat qilmoqchi bo'lsa, qo'lida hech narsa yo'q. Shifokor biz unday demaganmiz deyishi mumkin. Shuning uchun har doim hujjat qoldiring. Poliklinikaga bordingizmi, ambulator karta yozilsin. Shifoxonaga murojaat qildingizmi, qabul bo'limida ko'rik qayd etilsin. Rad etilsa, sababini yozib berishsin. Agar yozib berishmasa, o'zingiz ariza yozib topshiring va kirim raqamini oling. 5-noziklik. Qarindoshlar o'zlari ham ba'zan davolanishni kechiktiradi. Pul yo'q, navbat kutamiz, ertaga boramiz. Avval qo'shni maslahatini olaylik deb vaqt o'tkazib yuborishadi. Keyin holat og'irlashganda hammasini shifokorga yuklashadi. Men shifokor xatosini oqlamayman. Lekin oilaning mas'uliyatini ham aytishim kerak. Keksa odamda yangi simptom paydo bo'lsa, ayniqsa xush, nafas, yurak, nutq, harakat, siydik qon ketishi bilan bog'liq bo'lsa, kutish xavfli. 6-noziklik, pul va kvota masalasi. Ba'zi operatsiya yoki tekshiruvlar davlat tizimida navbat, imtiyoz, yo'llanma yoki kvota asosida bo'lishi mumkin. Bu jarayonda hujjatlar to'g'ri yig'ilmasa, bemor meni davolashmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa yo'llanma noto'g'ri rasmiylashtirilgan, tahlillar muddati o'tgan, komissiya xulosasi yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir bosqichda keyingi qadam nima? Qaysi hujjat kerak? Qaysi xonaga kiraman? Qachon javob olaman deb yozib oling. Endi juda aniq amaliy yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, bemorning barcha hujjatlarini bitta papkaga yig'ing.
pasport nusxasi, tibbiy karta, avvalgi tashxislar, EKG, UZI, rentgen, MRT yoki KT javoblari, qon tahlillari, qon va bosim ko'rsatkichlari, ichayotgan dorilar ro'yxati, allergiya bor yo'qligi, operatsiya bo'lgan bo'lmagani. Keksalarda dori ro'yxati juda muhim. Chunki bitta dori ikkinchisiga zid kelishi, bosimni tushirib yuborishi yoki qo'lni suyultirib qon ketish xavfini oshirishi mumkin. Ikkinchi qadam, shifokor qabuliga tayyorlanib boring. Ahvoli yomon deyish yetarli emas. Aniq ayting. Qachondan beri nima bilan boshlandi? Harorat nechi bo'ldi? Bosim nechi bo'ldi? Qand nechi chiqdi? Qanday dori ichdi? Doridan keyin nima o'zgardi? Masalan, onam 68 yoshda 3 kundan beri nafas qisadi. Kechasi yotganda kuchayadi. Oyoqlari shishgan. Bosimi 1.7/95 bo'ldi. Oldin yurak yetishmovchiligi tashxisi bor desangiz, shifokor vaziyatni tezroq tushunadi. 3-qadam, har bir rad javobini yozma so'rang. Juda xotirjam ohangda ayting. Iltimos davolash yoki yo'qizish nega mumkin emasligini yozma ko'rsatib bering. Biz boshqa muassasaga murojaat qilishimiz uchun asos kerak. Bu janjal emas, bu tartib. Agar shifokor haq bo'lsa ham, yozma xulosa sizga keyingi qadamni tushunishga yordam beradi. Agar shifokor nohaq bo'lsa, yozma javob berishdan qochishi mumkin. Mana shu paytda siz bosh shifokor yoki bo'lim mudiriga murojaat qilasiz. 4-qadam. Ikkinchi fikr oling. Ayniqsa operatsiya, onkologiya, yurak, insult, buyrak yetishmovchiligi, diabet asoratlari kabi og'ir holatlarda bitta fikr bilan cheklanmaslik kerak. Ikkinchi fikr degani birinchi shifokorni haqorat qilish emas. Bu normal tibbiy amaliyot. Siz boshqa mutaxassisga hujjatlarni ko'rsatasiz. U davolash rejasini tasdiqlaydi yoki boshqa yo'l taklif qiladi. Ba'zan bir shifokor xavf katta desa, boshqa markazda tajriba ko'proq bo'lgani uchun yechim topilishi mumkin. 5-qadam. Shikoyatni to'g'ri yozing. Shikoyatda hissiyot ko'p, fakt kam bo'lsa, natija sust bo'ladi. To'g'ri shikoyat shunday bo'ladi. Bemorning ism, familiyasi, yoshi, murojaat qilingan sana va vaqt, qaysi muassasa, qaysi bo'lim, qaysi shifokor yoki navbatchi, qanday shikoyat bilan borgan, qanday ko'rib bo'lgan, nima rad etilgan. Siz nimani so'rayapsiz? Masalan, bemorni qayta ko'rikdan o'tkazishni, yotqizish masalasini komissiya ko'rib chiqishni, rad sababini yozma berishni so'rayman. Mana shunday aniq yozing. 6-qadam, murojaatni faqat telefon orqali qoldirmang. Telefon kerak, lekin yozma is ham kerak. Muassasa davoxonasiga ariza topshiring, nusxasiga kirim raqami qo'ydiring. Elektron murojaat tizimlari bo'lsa, ulardan foydalaning. Sog'liqni saqlash bo'limi, hududiy boshqarma, sug'urta yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish imkoniyatlarini tekshiring. Eng muhimi, dalillarni saqlang. Tahlil nusxalari, yo'llanma, rad javobi, qabul vaqti, tez yordam chaqiruv raqami. 7-qadam. Shoshilinch holatda vaqtni hujjatga sarflamang. Avval yordam chaqiring. Agar odam nafas ola olmayotgan bo'lsa, ko'kragi og'riyotgan bo'lsa, hushidan ketgan bo'lsa, bir tomoni ishlamay qolgan bo'lsa, kuchli qon ketayotgan bo'lsa, qaysi ariza yozaman deb o'tirmang. Tez yordam chaqiring. Telefon orqali simptomlarni aniq ayting. Agar tez yordam kechiksa, qayta qo'ng'iroq qiling. Chaqiruv vaqtini yozib qo'ying. Keyin hujjat va shikoyat masalasiga o'tasiz. 8-qadam. Keksa bemorni yolg'iz yubormang. Ko'p 60 yoshdan oshgan odam shifokor oldida hayajonlanadi. Dori nomini unutadi, og'rig'ini to'liq tushuntira olmaydi, mayli. Uyga ketaveraman deb rozi bo'lib chiqadi. Yonida farzandi yoki yaqin qarindoshi bo'lsa, savol beradi, javobni yozib oladi, kerakli hujjatni so'raydi. Bu ayniqsa eshitishi pasaygan, xotirasi sustlashgan, bosimi o'zgaruvchan bemorlar uchun juda muhim. 9-qadam. Dorilarni o'zboshimchalik bilan ko'paytirmang. Qo'shnim ichgan ekan, internetda ko'rdim, oldin foyda bergan edi deb keksa odamga dori berish xavfli. Keksalarda buyrak va jigar dorini yosh odamnikidek tez chiqarib yubormasligi mumkin. Oddiy og'riq qoldiruvchi ham oshqozondan qon ketishi, buyrakka zarar, bosim oshishi keltirishi mumkin. Ayniqsa qonni suyultiruvchi bosim dorisi, qand dorisi, tinchlantiruvchi va antibiotiklarda ehtiyot bo'ling. 10-qadam. Shifokordan davolash rejasini so'rang. Nima qilamiz degan umumiy savol emas, aniq so'rang. Tashxis nima, xavf darajasi qanday, qaysi tahlil kerak? Qaysi dori nima uchun berilyapti? Qachon qayta kelamiz? Qaysi belgilar bo'lsa, zudlik bilan tez yordam chaqiramiz. Agar sizga shu savollarga tushunarli javob berilsa, vahima kamayadi. Agar javoblar qochirma bo'lsa, ikkinchi fikr va yozma murojaat zarur bo'ladi.
Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi xato odamlar davolashmadi deydi. Lekin qayerga, qachon, kimga murojaat qilganini aniq ayta olmaydi. Bu holatda haqiqatni isbotlash qiyin. Har doim sana, vaqt, joy, ism, javobni yozib boring. Ikkinchi xato, shifokor bilan darhol janjal qilish. Ba'zan jahl tushunarli, chunki gap ota-ona sog'lig'i haqida ketadi, lekin baland ovoz masalani tezroq hal qilmaydi. Eng kuchli yo'l bu xotirjam, hujjatli, aniq talab. Iltimos, yozma xulosa bering. Bo'lim mudiri bilan gaplashmoqchiman. Komissiya ko'rigini so'rayman degan gaplar ko'proq natija beradi. Uchinchi xato, faqat tanish, izlash. Tanish yordam berishi mumkin, lekin tizimli yo'lni almashtirmaydi. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, tanish ham ko'p narsa qila olmaydi. Aksincha, hujjat to'liq, holat aniq bo'lsa, tanishsiz ham ko'p masalani qonuniy hal qilish mumkin. To'rtinchi xato, qarilik deb hamma belgini e'tiborsiz qoldirish. Xotira pasayish qarilik bo'lishi mumkin, lekin insult, depressiya, qalqonsimon bez, BI yetishmovchiligi yoki dori ta'siri ham bo'lishi mumkin. Holsizlik qarilik bo'lishi mumkin, lekin qamqonlik, yurak yetishmovchiligi, infeksiya, buyrak muammosi ham bo'lishi mumkin. Demak, har bir yangi o'zgarishni tekshirtirish kerak. 5-xato, bemorning roziligini hisobga olmaslik. Keksa odam ham inson, uning fikri bor. Agar u hushyor, fikrlash joyda bo'lsa, davolanish bo'yicha qarorda ishtirok etishi kerak. Farzandlar biz bilamiz deb hammasini o'zlari hal qilmasin. Shifokor bemorga ham, oilaga ham tushuntirish kerak. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, 6 yoshdan oshgan odamni faqat yoshi sabab davolashdan chetlatish mumkin emas. Lekin har bir davolash ham avtomatik qilinmaydi. Buning tibbiy ko'rsatmasi xavfi, foydasi va tartibi bor. Sizning vazifangiz janjal qilish emas, aniq savol berish, hujjat yig'ish, yozma javob so'rash. Ikkinchi fikr olish va zarur bo'lsa rasmiy murojaat qilish. Agar sizga yoshi katta davolab bo'lmaydi deyishsa, darhol so'rang. Tibbiy sabab nima? Qaysi tahlil buni ko'rsatdi? Davolashning boshqa yo'li bormi? Yozma xulosa bera olasizmi? Mana shu savollar ko'p eshiklarni ochadi. Eng muhimi, ota-onangiz, buyingiz, bobongiz shikoyatini qarilik deb o'tkazib yubormang. Vaqtida murojaat qiling, dalil bilan harakat qiling. Huquqingizni biling. Sizning hududingizda shunday holatlar bo'lganmi? 6 yoshdan keyin davolashdan bosh tortish, shifoxonaga olmaslik, tekshiruvga yubormaslik kabi vaziyatlarga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bu mavzu qanchalik ko'p muhokama qilinsa, shuncha ko'p odam o'z huquqini biladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi yoki yoshi katta yaqinlari bor insonlarga yuboring.